Amir Temur davridagi Andijon shahri tarixiga yuzlansak, Andijon Amir Temur va Temuriylar davrida yirik iqtisodiy va madaniy markazlardan biri bo'lgan. Bu shahar boshqa viloyatlar va mamlakatlar bilan aloqalarni amalga oshirgan va bu yerda zarb qilingan pullar keng muomalada bo'lgan. Tarixi Rashidiy asarida Amir Temurning Movara-un-Nahrni birlashtirishda Andijonning strategik mavqeini qiymatli bo'lgani ta'kidlanadi. Amir Temur Jiyeta ulusiga 5 marta harbiy yurish qilgan va 1375-yilda Andijonga Amir Hamidni hokim etib tayinlagan. Keyinchalik Andijon bilan bog'liq fitna tufayli Temur Xorazmga yurishni to'xtatib, ortga qaytishga majbur bo'lgan. Fitna bostirilgach, Temur ikkinchi o'g'li Umar Shayx Mirzoni Andijonga hokim qilib tayinlagan. Andijon Sharqiy Turkiston va Qoshg'arni zabt etishda muhim nuqta bo'lib qolgan. Temurning Andijonga tashrifi va umuman hududga qo'shin yuborishi fitnachilarga qarshi kurashda muhim rol o'ynagan.